O'zbekistonda konkurenti yo'q mashina Jetour X70 nima uchun desalaringiz, narxi 2 pachka atrofida va 7 kishilik. Qisqacha men sizlarga tushuntirib o'taman. Naoratlar juda ham ko'p. Videoni oxirigacha ko'ringlar, narxiga arziydimi yozib qoldirasizlar. O'zbekistonda bu mashinani oilaviy deyishadi, chunki 7 kishilik va butun oila a'zolaringiz bilan sig'ib dam olishga chiqib ketsalaringiz bo'ladi va bu mashinaga tonirovka tortilganini ko'rsangiz, ishoning, juda ham yoqtirib qo'yasiz. Zamonaviy rul, adaptivniy kruiz nazorat, sensorli displey monitor, katta panoramli lyuk, orqasi juda ham keng. Orqadagi odam qisilib qolmaydi. Sidenlar qiziydi, rul qiziydi, orqa va oldin partroniklari bor, 360 gradus kameralari ham bor. Bagaj ikki xil ob'yomda bo'ladi. Tushunishlaringiz uchun 3-qator tik holatda 180 litr ob'yom bagajni tashkil etadi. Agarda sizni 3-qatoringiz yotqizilgan holatda bo'lsa agar 900 litr ob'yom bagajni tashkil etadi. O'zimizning mashina bundan aqlliroq degan do'stingiz bemalol sig'ib ketaveradi. Narxi 270 million so'mdan boshlanadi. Shu 22 ming 23 ming atrofida bizani kuzatishda davom eting. Bizaga Jetour Qarshiga obuna bo'ling, chunki eng sara yangiliklar bizada bo'ladi. To'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, direktga yozib yuborasizlar yoki pastdagi raqamlarga telefon qilinglar.